Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga xayrli tong. Bugun ro'za Ramazon oyining 17-kuni, bizning minnatdorchilik marafonimizni 11-kuni. Hammalarga xayrli bo'lsin. Bugun 11-kunni birinchi vazifasi shundan iborat bo'ladi qizlarjonlar. Mana hozir men sizlarga aytibman, 11-kunning birinchi vazifasi deyapman, lekin bundan oldingi 10 kun davomida sizga berilgan vazifalarni har kun o'sha shu vaziyatlarga to'g'ri kelib qolsa, o'sha berilgan vazifalarga to'g'ri kelib qoladigan narsalar uchrasa, albatta joy-joyida minnatdorchilik his qilib, minnatdorchilik bildirib ketaverasizlar. Masalan, o'sha suv ichamiz har doimda, Xudoga shukr, mana ovqatlanamiz, saharligimiz bor, iftorligimiz bor yoki bo'lmasa yana qayerlargadir boramiz. Yoki mana sog' salomatmiz, Xudoga shukr, mana yashayapmiz, eng muhimida nafas olyapmiz. Juda ham ko'p bizani shu 10 kun davomida bildirgan minnatdorchiliklarimiz juda ham ko'p. Bu degani, masalan qaranglar, mana 11-kunga keldik, bo'ldi, qolgan 10 kunni unutib yuborish kerak deganimiz, 10 kunni ham qo'shib ketaverasiz. Bugun 11-kunni vazifasi bizani o'sha hayotimizda shu kunimizgacha bizga xizmat qilgan buyumlar bo'ladimi, narsalar bo'ladimi, ularga ketgan summalar uchun, pullar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa mana dinimizda ham bor, juda ham ko'p eshitasizlar. Mana qo'lingizdagi bor narsaga minnatdor bo'lmas ekansiz, qo'lingizdagi bor narsaga shukr qilmas ekansiz, u kamayaveradi. Qo'lingizda bor narsaga yoki bo'lmasa o'sha imkoniyatingizga yoki bo'lmasa o'sha qo'lingizda bor summaga minnatdor bo'lganingizda, shukr qilganingizda u ko'payaveradi deyiladi. Diqqatingizni shukrga qaratganingizda, mana Xudoga shukr, shu bor. Hozir yana nimadir qilaman, unga ham bo'ladi degan, masalan, umid qilib yaxshi niyatda qilganingizda albatta u ko'payaveradi deyiladi. Masalan, shunaqa darajaga kelib qolgan hozirgi kunda, masalan, hayotimizda pul yetishmasa, srazi xavotir boshlanadi. Er-xotin bir-birini rashk qilishi yoki ko'ngil sovishi, shubhalar, qo'rquvlar paydo bo'lishi boshlanadi. Lekin o'sha his-tuyg'ularingiz sizga hech qachon pul olib kelib bermaydi. Nimaga bizda mana shu his-tuyg'ular paydo bo'ladi? Chunki ichimizda o'sha hozirgi hayotimizga kirib kelayotgan narsalar uchun ham o'sha narsalardagi pullarni biz ko'ra olmaymiz va ularga nisbatan bizning ichimizda minnatdorchilik yo'q. Masalan, hech bo'lmaganda puldan shikoyat qilamiz yoki bo'lmasa pul ustida masalan sporlashamiz yoki bo'lmasa qanaqa ma'nodagi narxlar qimmatlab ketgani yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, pulni qadri qolmaganligi, pulni deb kimlardir masalan bor-ku, pulga nisbatan bizani o'sha nima deydi, negativ fikrlarimiz bor. Masalan, pulga nisbatan psixologiya tilida aytganda bloklarimiz bor. Mana shu narsalar ham bizga pul olib kelib bermaydi. Shuning uchun o'sha qo'lingizda sizni hayotingizga kirib kelayotgan, siz foydalanayotgan narsalaringizni pulini ko'rishni boshlaganingizda, ularga ham pul ketganligini his qilishni boshlaganingizda, ularga nisbatan minnatdorchilik boshlanganda, avtomatik o'sha dinimizda, diniy tilda aytilganda baraka, masalan psixologiya tilida aytilganda izobiliya, ya'ni nima deydi, farovonlik kirib kelish boshlanadi. Avtomatik sizni hayotingizga shunaqa pulingiz ko'payishi sekin-sekin boshlanadi. Faqat bu minnatdorchilikka pulim ko'payishi uchun deb qiladigan bo'lsangiz, diqqatingiz baribirga ham yana pul yo'qligida turgan bo'ladi. Shuning uchun prosta tak borligi uchun od dushi minnatdorchilik bildiramiz qizlarjonlar. Masalan, aytishingiz mumkin, qanaqa qilib yo'q pullarga minnatdorchilik bildirishim mumkin deyishingiz mumkin. Ko'pchilikka bu narsa qiyin bo'ladi, ayniqsa pul yetishmovchiligida turgan bo'lsangiz yoki boy yashamasangizda. Mana masalan, har birimizni obrazimizda boylik tushunchasi borda, boylik darajasi bor har bir insonni o'zini o'sha ongida. Qaranglar qizlarjonlar, biz qanaqa boshlaymiz minnatdorchilikka, pullarga minnatdorchilikka. Masalan, oddiygina misol, bolaligingizni bitta eslab ko'rasiz, bolaligingizdan boshlab, bolaligingizda baribirga ham o'sha qanaqadir bo'lsa ham ozuqa yegansiz. Masalan, ovqatlangansiz. Aslida o'sha sizni qo'yningiz to'lmagan ovqat ham qanaqadir summaga kelgan, qaysidir pulga kelgan. Ana o'sha pulga minnatdorchilik bildiramiz. Yoki bo'lmasam siz yashayotgan joydagi o'sha uy, kvartira bo'ladimi, bu uyingiz uyi bo'ladimi yoki boshqa uy bo'ladimi, baribirga ham o'sha pulga ham qanaqadir qiymati bor. Uni ham pulga chiqsa, albatta u ham pul turadi. Yoki bo'lmasam, masalan, maktabda ta'lim olgansiz. Maktabda ta'lim olganingizda ham aynan maktab o'qituvchilari sizga dars o'tgani uchun ularga oylik to'langan
va maktabni xarajatlari bo'lgan va ota onangiz maktabga borishingiz uchun sizga hech bo'lmaganda yilda bir marta bo'lsa ham forma olib berishgan, maktabga borishingiz uchun nimadir kiyim olib berishgan va albatta ularni orqasida ham ma'lum bitta summa turadi, albatta ular ham pul turadi. Yana bitta narsa, masalan o'sha maktabga ishlatadigan darsliklaringiz bo'ladi, ruchka, qalam, qog'oz yoki boshqa narsa, kleylar. Bularni ham orqasida, biza arzimagan deb sanagan narsamiz orqasida ham albatta pul bor. Keyin masalan ko'pchilikda ichingizda hozir mana bolaligingizda baribirga ham mana pul yo'q paytda baribirga ham norozichilikda turaveramizda, negativda turaveramiz, yaxshi narsani ko'rmaymiz. Bolaligimda o'qib bermagan ota-onam, o'qib bermagan deyishingiz mumkin, lekin siz arzimagan deb hisoblayotgan har bitta narsani orqasida ma'lum bir summa bor. Masalan oddiygina misol, kasal bo'lganingizda oddiy og'riq qoldiradigan doringiz orqasida ham ma'lum bir summa bor. O'shanga ham pul ketgan. O'sha pul uchun ham minnatdorchilik bildiramiz. Yoki bo'lmasam umrida tish doktoriga bormagan odam bo'lmasa kerak. Yoki bo'lmasam borgan bo'lsa ham unaqa katta nimadir qildirmagan bo'lsangiz ham siz bormagan hisobga kiradi deb hisoblasangiz ham, borgansiz, arzimagan narsa qildirgan bo'lsangiz ham, baribirga ham bu ham pul turadi. Doktorga borgan bo'lsangiz ham, siz arzimagan deb hisoblagan molija ham baribirga ham u ham pul turadi. Mana shu pullar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Yoki bo'lmasam, hayotingizda, uyingizda hozir arzimagan deb hisoblayotgan narsalaringiz. Masalan, turmush o'rtog'ingiz olib kelgan, lekin siz nazaringiz ilmayotgan narsalar ham. Shundoq ham bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam, erim ko'p pul topmayapti deysizda, lekin o'sha eringiz ozgina olib kelayotgan narsalar bo'lishi mumkin. Yoki uni qilayotgan ishlari bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda bilasizlar, har bitta narsa baribirga ham pulga chaqiladi. Har bitta narsani orqasida baribirga ham bizni sotib oladigan, to'lov qiladigan summa turadi. Masalan, oddiygina misol, qanaqa desa bo'ladi? Bizning yaqinlarimizni mehnatlarini ham juda ko'p holatlarda unchalik ham qadrlamaymiz. Lekin o'sha har bitta mehnatning orqasida qanaqadir miqdorda siz muhim emas deb hisoblagan, siz katta emas deb hisoblagan, siz nima deydi, nazaringiz ilmagan da o'sha ishlarning orqasida ham o'sha siz nazaringiz ilmagan bo'lsa ham, shunaqa darajadagi kichkina bo'lsa ham demoqchiman, summa turadi. Yana masalan, mana televizor ko'rgansiz yoki telefondan foydalangansiz, chiroqdan, suvdan, gazdan foydalangan bo'lishingiz mumkin. Bular ham hammasi baribirga ham qanaqadir miqdorda to'lov qilinadigan summa hisoblanadi. Baribirga ham uni orqasida to'lov bor. Qaysidir miqdordagi summa to'lanadi. Aynan o'sha pullarga ham minnatdorchilik bildiramiz, qizlarjonlar. Hozir bitta qarab ko'rsangiz, shunaqa katta pulli ichida yashayotganingizni his qilishni boshlaysiz. Ayniqsa o'sha nima deydi? Mana shu farovonlikka o'tishi, pullarga ochilishi eng katta yo'llardan bittasi inson mana shu nima deydi? Kenglikka ko'ra olishi kerak. Hamma joyda demak pul bor ekan, hamma joyda mana shu izobiliya bor ekan degan narsani, hamma joyda baraka bor ekan degan narsani, tugamas ekan pul degan narsaga kelib olganda, men yo'q deb o'ylaganimda ham demak bor ekan degan narsani his qila olganda, albatta uni hayotida pul bilan muammolar kamayish boshlaydi yoki bo'lmasam, pulga nisbatan o'sha vaziyatlari yechilishi boshlaydi. Masalan, qizlarjonlar yana kelib qolishi mumkin. Masalan, o'sha pulga nisbatan nima deydi, orasida baribir insonmiz, baribir unutuvchimiz kelib qolishi mumkin. Pulga nisbatan negativ fikrlar kelib qolishi mumkin. O'sha paytda pulga nisbatan negativ fikr kelib qolgan paytda o'zingizga ayting, stop. Sen hozir mana shu o'y-xayoling uchun, pulga bo'lgan nazaring uchun, shu negativ o'y-xayoling uchun to'lov qilishga tayyormisan deb. Chunki biza pulga nisbatan negativ o'y-xayol qilganimizda, bizada pul oqimida o'sha masalan truba deb hisoblasangiz, pul oqimingiz masalan deylik 1 metrlik diametri 1 metrlik truba. Uni qisqartirasiz. O'sha 90 santimetrga, 80 santimetrga qisqartirasiz. Xuddi shunaqa torayish boshlanadi. Mana shu narsani har doim eslab qolingda, pulga nisbatan shunaqa negativ kelayotgan paytda to'xta. Sen shuni hozir to'lovga tayyormisan deb turib, atrofingizdagi o'sha summaga chaqsa bo'ladigan narsalarni ko'rishga harakat qiling va ular uchun minnatdorchilik bildirishni boshlang. O'sha qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib turib tinchlan.
hozirchada shunaqa. Agar shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, masalan pulga nisbatan negativ kelib qolsa yoki bo'lmasa ichingizda shunaqa pul yetishmovchiligidan ichingizda siqilish boshlanayotganda ham o'sha paytda ham stop dengda, o'zingizni to'xtatib shunda ko'ksingizga qo'lingizni qo'yib, hozircha shunaqa, vaqtincha shunaqa. Bu tupik emas. Bu ssenariyning oxiri emas. Hozircha shunaqa. Va man hozir agar shu narsa uchun qarshilik bildiradigan bo'lsam, mana shu negativ bildiradigan bo'lsam, men buni to'loviga tayyormanmi? Mana shu pul oqimini bundan ham qisqarishiga men tayyormanmi? Torayishiga tayyormanmi? degan savol berib turib, hozircha shunaqa hammasi. Vaqtincha shunaqa deb turib, atrofingizdagi bor pullarni ko'rishga harakat qilib va ular uchun minnatdorchilik bildirganingizda o'zingiz ham o'sha tipirchilashingiz ancha ketib qoladi, ancha yaxshi bo'lib qoladi. Ikkinchi vazifa siz o'zingiz shaxsan to'lov qilgan summalaringiz. O'shalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'sha vaziyatlar uchun sizga nima bergan o'shalar. Uni orqasida bekorga ketdi deb o'ylaganingizda ham qancha narsa olgansiz. Nimanidir bo'lsa ham to'lovini to'lagansiz. Aynan qo'lingiz bilan bergan, qo'lingiz bilan to'lov qilgan va o'zingizning shaxsiy pullaringizga ham minnatdorchilik bildirasiz. Shu kungacha, hozirgi kuningizgacha qachondan ishlash boshlagan bo'lsangiz yoki nimadir xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz ham yoki ota-onangiz berganmi, yaqinlaringiz berganmi, o'sha summalar uchun ham minnatdorchilik bildiramiz. Qo'limizga tekkan va o'z qo'llarimiz bilan ishlatgan pullarimiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bu ikkinchi vazifa. Yana masalan o'sha yozgan qog'ozingizni kashalogingizmi nimagadir solib qo'ysangiz bo'ladi yoki yoningizda ushlab his qilsangiz bo'ladi. Prям o'sha yozgan hamma summalar sizni qo'lingizda turibdi. Yoki o'sha hamma o'sha boyagi yozganimiz bolaligimizdan boshlab yoki o'sha qo'lga kiritilgan yoki bo'lmasam bizani yashashimizga yoki bolaligimizda maktabda o'qishimizni yozdik-ku birinchi vazifadagi. O'sha yozganlarimizni hammasini puli qo'limizda turibdi xuddiki. Mana shuni tasavvur qilsangiz ham bo'ladi. Sizda qanchalik ko'p summa borligini, siz shuncha summa ishlatgansiz degan ma'noda. Bu yerda o'sha ongingizda ochilish bo'ladi. Katta summalar sizni hayotingizga kirib kelishi hech narsa emas ekan degan narsaga kelib qolasizlar. Oson kelishni boshlaysiz. Yana bitta narsa, bu qog'ozingizni har doim ushlagan paytingizda o'zingizga aytasiz, men shuncha butun umrim davomida olgan hamma pullarim uchun Allohim o'zingga rahmat, o'zingdan minnatdorman. Hamma pullar uchun minnatdorman. Mana shunaqa qilib o'shani his qilganingizda ham, o'sha necha pul summa taxminan tasavvur qilib qilganingizda ham rosa katta ongingizda ochilish bo'ladi.